Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentligining xəbərlər proqrammasını ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Rezil insonlar tarafidan paydozilanib bozorga selinadi. Haqiqatga dog' surkilib ko'miladi. Buning dal aksicha haqiqat durust, qalbi pokiz, qo'rquvsiz insonlarning qo'lida parqiraydi. Rezillik oshkor qilinib chitqa yeyiladi. Abduqodir Damullam, Sabit Damullam, Elixon Töram, Yusufbek Muxlisidek vatanning, xalqning jonajon manfaatini ko'zlaydigan rahbarlarimizning, vijdon egisi otalarimizning izini o'chirmay mengayotgan azimatlar uzun mushaqqatlik kurash musobaqasida tarixdan beri davlatimizning, xalqimizning manfaatiga ziyon solgan, oramizdan chiqqan Xitoy hamkorlashuvchilarining qilgan va yana qilib kelayotgan qiliqlarini razil abdi bashirisini dunyo jamoatchiligining diqqatiga dodillik bilan sunib, mustaqillik ko'rishimiz nimani talab qilsa shuni qilib kelmoqda. Sharq Turkiston surgunda hukumati Turkiya millat vakillarining Aysa Yusuf Aliptekindek xoinlarni aslab qilgan bayonlarga dalil sunish orqali raddiya berib, turklarning engiga singib ketgan xoin Aysa Yusufni o'z ichiga olgan atalmish 3 afandilarni Sharq Turkiston mustaqillik ko'rishining rahbari deydigan qarashga xotim berishga chaqiriq qildi. Türkiye Yeni Yol Partisining gruppa boshliq vakili, Moğol millat vakili Selçuk Özdağ 24 dekabr kuni Türkiye Büyük Millet Meclisi'de qilgan so'zida Sharq Turkiston davosining o'zining davosi hisoblanganligini, bir necha davlatlarga berib Aysa Yusuf Aliptekinni o'z ichiga olgan atalmish 3 afandilarni xotirlab so'z qilganligini, atalmish 3 afandilarning 1933 yili va 1944 yilida Sharq Turkiston Cumhuriyetini qurgan muhim shaxslar ekanligini, Xitoy Kompartiyasi Mao Zedongning ishg'oliyatidan keyin chet ellarda surgun hayotida tortgan mushaqqatlarga qaramay mustaqillik ko'rishini davomlashtirganligini aytib, Xitoyning irqiy qirg'inchiligini inkor qilishga qarshi parlamentdagi har partiyadan 2 kishidan tarkib topgan bir atratning Sharq Turkistonga berib tekshirish elib berishini talab qiladiganligini, tekshirish natijasida inson haqlari dafsanchiligi o'tirg'a chiqmasa, g'arb davlatlariga Uyg'urlarni qo'llanayotganligini bildirib qo'ydiganligini, Yaponiya, Germaniya, Chex, Parag qatorliq davlatlarning Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillarining so'zlashi uchun imkon hozirlab berganligini va o'zining qatnashib so'zlaganligini, Turkiya hukumatidan dunyoning har qaysi joylaridagi Dunyo Uyg'ur qurultiyining vakillarini yig'ib, ilmiy muhokama yig'ini tashkillashni talab qiladiganligini, hokimiyat beshidagi partiya va yoshlar sho'basini diqqat qilishga chaqirdiganligini aytgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga dal vaqtida inkos qaytarib mundoq dedi. Hörmətlik Selçuk Özdağ əpəndi, Şərq Türkistan davasıga köngül bölgünüz təqdirləşki layiq. Amma bu davaның tarixini Xitoy əməldarlarının göz qarşı bilan özləşdiriş, Şərq Türkistanның milli mustaqillik görüşü və qarşılıq göstəriş mirasıga qılınğan ən çoğ haqaretdir. Sizga xata ögütilgan Aysa Yusuf Aliptekin, Mehmet Emin Buğra və Məsud Sabiridən ibarat atalmış 3 əpəndi 1933 və 1944 yilları Şərq Türkistan Cumhuriyetlerining qurilishiga vasila bo'lgan kishilar emas. Milliy mustaqillik ko'rishimiz va mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetlarimizga qarshi Xitoyning ayni vaqtdagi milliyatchi hokimiyati tarafidan tayinlangan Xitoyning hamkorlashuvchi amaldorlari edi. Bu mundaqla bir bayon emas, balki tarixiy dalillar bilan tushuntirilgan bir fakt bo'lib, Türkiye Cumhuriyeti Baş Ministerlik arxivida Aysa Yusuf Aliptekinga aloqador xotirlangan bir xiyonat hujjati bor. 1940 yildagi rasmiy dokladda Aysa Yusuf Aliptekinni aql parosatini turklikka emas, balki Xitoyning g'oyasiga xizmat qilish uchun ishlatgan turk tabiatiga mos kelmaydigan harakatlar bilan Sharq Turkistonliklarni izoh tortqizib qo'ygan kishi deb ko'rsatilgan. Açıq haqiqat shuki, 2. Sharq Turkiston Cumhuriyetimiz 1944 yili 11 ayning 12 kuni mustaqilligini jakarlaganda 3 xo'jayin Xitoyning ayni vaqtdagi poytaxti Chongqingda Xitoy hukumatiga xizmat qilish bilan aldirash bo'lib, Xitoy Millatchi partiyasi va Jiang Keyshig'a shaxsiy sadoqatmanlik bildiryotdi. Vatanimizning bir qismi tez suratda ozod qilinayotgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti Milliy armiyasini Xitoy ishg'olchilari harbiy jihatdan mag'lub qila olmaganda 1945 yili 10 oyda mustaqillik o'tini o'chirish uchun bu 3 apandini Sharq Turkistonga avatgan. Ularning vazifasi maqsadi Sharq Turkiston Cumhuriyetiga qarshi Xitoy hukmronligidagi avtonomiya huquqi degandek saxtliqlar orqali xalqimizni nodonlikqa qoldirish, ichki jihatdan to'liq mustaqillik uchun qilgan tirishchanliklarimizga to'solg'i bo'lish edi.
Haqiqatan Üç Əpəndi Xitay müstəmləkəçilik hakimiyyəti qurğan atalmış Şinjan өлkىلىك hökumətində qorçaq hökmran rolunu oynagan və Şərqi Türkistan Cumhuriyeti hökuməti tərəfindən rəsmi halda vətən xainləri deyə elan qılınğan. Özdağ Əpəndi işğalçının sayəsində orun mənsəb təməssüdə yürgənlərni ulug'lash, mustaqillik uchun şehit bo'lgan ajdodlarimizning ruhini azoblaydi. Şərqi Türkistanning milliy davosiga Xitoyga hamkorlashgan bu Xitoy ishbirlikchilari vakillik qila olmaydi. Sabit Tamillam Abdulbaqi, İlhan Töre Sağuni, General Mahmud Muhiti, Abdulaziz Mahsum və Yusufbek Muxlisi qatarlıq davaның haqiqiy egalari və vətən müstəqillik davasida murassa qılmaydigan qanunluq farzandlari vakillik qiladi. Tarixni burmlab, o'zlarining razil o'tmishini aqlamoqchi bo'lganlarning o'yinlariga aldinish, to'liq mustaqillikni qo'lga keltirish uchun qilayotgan kurashlarimiz va turk millatchiligiga qilingan eng cho'ng adolatsizlik bo'ladi. Mustaqillik uchun kurash qilgan qahramon ajdodlarimiz bilan xoin hamkorlashuvchilar o'rtasidagi farqni yo'qotishga urinish faqat Xitoy ishg'oliyatini yo'shirish va ishg'olchiga turk xalqi butunlay yo'qotilganga qadar vaqt berish rolini o'ynaydi. Milliy ang xoin bilan qahramonni farqlantirishni talab qiladi deyildi. Hukumatning mazkur bayonoti ayol bo'lmayla turk matbuotlarida yangridi. Yangi Anqara gazeti 26 dekabr kuni e'lon qilgan tarix qayta yezilyapti. Selçuk Özdağ tilga olgan ismlarga qarata Sharq Turkiston surgundi hukumatidan hayron qolarliq ayblashlar degan temadagi xabarda mundaq deyildi. Sharq Turkiston davosiga munosabatli siyosiy kun tartibga bombadek bir munozara qo'zg'aldi. Millat vakili Selçuk Özdağ Buyuk Millat Majlisida va Germaniyadagi majlisda Eysa Yusuf Aliptekin va uning sabdoshlarini aslaganida Sharq Turkiston surgundi hukumatidan kishini hayron qoldiradigan bir e'tiroz keldi. Türkiye'deki Şarkı Türkistan davası için en güçlü avaz çıkardıgan Yan Yol Partisi'nin grubu başlık vekili Selçuk Özdağ'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yakınki bayanları Şarkı Türkistan davasının kanunluk vekili bolgan Şarkı Türkistan sürgündü hükümeti bilen bolgan münasebetini yerikleştirdi. Özdağ'ın parlament yığınında sahnede kılgan çakırkı ve München'deki kurultayda Üç Əpəndiler dep Eysa Yusuf Aliptekin, Mehmet İmin Buğra və Məsud Sabiri'ni əslishi sürgündü hükümeti tərəfindən tarihi xatalıq və əcdadlarımızın ruhini qorundurduğan pozisiya dep təsvirləndi. Şərqi Türkistan sürgündü hükümeti Selçuk Özdağ'ın ictimai taratqular arqılıq bu şəxslərni Cumhuriyet rəhbərləri dep təsvirləşigə hüccətni misal qılıb turub, uzun cavab qaytırıb, kəng müzakirə qılındıgan tələb oturğa qoydu. Bayonotda Eysa Yusuf Aliptekin və onun həmrahlarının 1933 və 1944 yilda qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyetlerining qurg'uvchilari emas, balki Xitoyning milliyetçi hakimiyeti tarafidan mustaqillik harakatlarini bostirishga urinlashtirilgan hamkorlashuvchi amaldorlar ekanligi ilgari surildi. Surgun hukumatining bayonotidagi eng diqqat qo'zg'agan nuqta Turkiya Cumhuriyeti Bosh ministerlik arxivida xotirlanganlar bo'ldi. 1940 yildagi rasmiy dokladga asoslangan bu da'voda Eysa Yusuf Aliptekin haqidagi turkchilik emas, balki Xitoyning g'oyasiga xizmat qilgan, o'zining aql farosatini milliy harakatni ichki jihatdan buzib tashlashga ishlatgan, turk xarakteriga mos kelmaydigan harakatlar bilan barliq Sharq Turkistonliklarni xijolatchilikka qo'ygan bir odam degan bayonlar diqqat qo'zg'adi. Bayonotda 1944 yili Sharq Turkistonda mustaqillik e'lon qilinganda bu kishilarning Xitoyning poytaxti Chongqingda jang keshiga sadoqatmanligini bildirib, qasam qilayotganligi ilgari surilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoy armiyamizni harbiy jihatdan mag'lub qila olmay, xalqni avtonomiya degan yolg'on va'dalar bilan buyuk qilish uchun bu kishilarni avatib to'salg'i bo'lgan dedi. Yana bu kishilarning shu chog'da qurilgan o'lkalik hukumatda qo'rchoq hokimiyat yurgizganligini, shu chog'dagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumati tarafidan xoin deb jakarlanganligini eslatdi. Surgun hukumat Selçuk Özdağ'a bu ishning haqiqiy tarafdorlarining Sabit Tamillam Abdulbaqi, İlhan Töre Sağuni va General Mahmud Muhiti qatorliq mustaqillikni to'liq qo'llaydigan shaxslar ekanligini bildirdi. Xoinlar bilan qahramonlarni farqlantirish milliy zaruriyat deb jakarlagan bayonotda tarixni burmlashning faqat Xitoy tajovuzchilari uchun vaqt qozondiradiganligi ta'kidlandi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor, Hindiston Uyg'ur jamiyatining rahbari Vasim Abdullah, Shivsiya parlament a'zosi Markus Vikos, Shivsiya Demokratlar partiyasining parlament a'zosi Markus Vikil 22 dekabr kuni to'r suhbat yig'ini chaqirib, Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olishi, Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Sharq Turkiston xalqining zulmdan qutulishining birdan-bir yo'lining Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta asliga keltirish ekanligi,
Şuning uchun xalqaro jamiyatning davlatlarning Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llash kerakligining dunyoning bexatarligini qo'g'dashda ahamiyatli rol o'ynaydiganligi, Hindistonga qochib kelgan 13 nafar Uyg'urning ahvoli haqida suhbatlashdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor, Hindiston Uyg'ur jamiyatining raisi Vasim Abdullah, Shivsiya parlament a'zolari Markos Vekilning Shivsiya parlamentida Uyg'ur xalqini kuchli qo'llaganligi va Sharq Turkistonni e'tirof qilganligiga bo'lgan minnatdorligini bildirdi. 2014 yılı 15 yanvar günü qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi İlham To'xtaga 25 dekabr günü Yevropa Kengashi parlament majlisida Václav Havel mukofoti berish murosimi o'tkazildi. Mukofotni İlham To'xtaga vakolatan Anvarjon topshirib oldi. Murosimda davlat gerbimiz ishlatilgan bo'lib, Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga radiya berib, Sharq Turkiston surgunda hukumati Sharq Turkistonning to'liq mustaqilligini asliga keltirish vazifamizga mos kelmaydigan shaxslarni yoki qarashlarni qo'llash maqsadida olib berilgan faoliyatlarda bizning gerbimizning ruxsatsiz ishlatishini ayblaydi. Biz avtonomiya yoki Xitoy ishg'olini uzaytiradigan har qanday taklifni rad qilamiz dedi. İjtimoiy axborotda tarqalgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, Arab yarimi orolidagi Al-Qoida rahbari Saad bi Atif al-Avlaki 24 dekabr kuni Amerikaliklar va Yahudilarga qilingan hujumlarni tabriklash bilan bir vaqtda Xitoyning Uyg'urlarga qaratilgan siyosatiga alohida diqqat qilayotganligini ogohlantirgan. Sharq Turkiston surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Uyg'urlar terrorchilarning qo'llashini xohlamaydi va uningga ehtiyojli emas. Al-Qoidaning tashviqoti faqat Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olib, irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatini oqlashga yordam qiladi. Uyg'urlar terrorchilarni rad qiladi va Xitoyning mustamlikachilik hukmronligini oxirlashtirish shundaqla Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun keskin davlat harakatini talab qiladi dedi. Dushmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'la olmaydi. Biz ishg'olchi emas, aksincha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan büyük bir milletning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonli millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu ko'rishimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtidagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim muqaddas g'oyamiz uchun hormay talmay oxirigacha xizmat qilish, qaysiz va sharsiz holda vatan millatning mustaqilligini kapolatga ega qilish yo'lida ilgirgidanmi bakrak qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab otilishdir. Sharq Turkiston turk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. General Mahmud Muhiti Efendi 1938 yılı. Bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.